Ramazon oyida juda ham ko'pchilikda kuzatiladigan ikkita holat. Bu iftorlik mahaldan so'ng juda ham ko'pchilikda paydo bo'luvchi o'ng yonboshdagi simirlovchi yoki kuchli og'riq. O't tosh kasalligi bor insonlarda toshish siljisi, ovqat hazm bo'lmasligi, jig'ildon qaynashi va ich qotishi juda ham ko'p insonlarda kuzatiladi. Ikkinchi holat bu suv ichish tartibini bilmagan insonlarda qonni quyuqlashishi natijasida qon bosimini oshib ketish. Ramazon tavsiyasi nomer 1. Oddiy kerak bo'ladi rastorovchi yog'i. Ertalab saharlikdan oldin bir osh qoshiq ichasizlar, keyin saharlik qilasizlar. Va iftorlik mahalda suv yoki meva bilan ochgandan so'ng bir osh qoshiq rastorovchi yog'ini ichasizlar, 5 minut, 10 minut kutasizlar va iftorlik qilasizlar. Tarkibidagi omega 3, omega 6, vitamin E, silibinin, silimarin degan moddalarga boy bo'lgani uchun bu o't qopidan dimlanishni ketkazadi. O't tosh kasalligini toshlarni eritadi va o'tkir xolesterinni oldini oladi. Ya'ni ovqatni yaxshi hazm bo'ladi va ich qotishi bo'lmaydi. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.